Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Bugun 2026-yil 17-mart. Xudo xolasa nasib bo'lsa videomizni boshladik. Inshaalloh xudo xolasa kerakli videolarda, chiroyli videolar nasib bo'lsa sizlarga manzur bo'ladigan videolarni o'tkazamiz. Xo'p, menga shogirdlarim, ya'ni hozir chuvalchang boqib yurgan, begomimiz tayyorlayotgan shogirdlar diqqatiga bo'ladi. Telegramda faqat iltimos, Telegramda yozasiz. Kimda necha tonna begomimiz bor? Misol uchun kimda 100 tonna, kimda 200 tonna, kimda 300 tonna, kimda 50 tonna, kimda 40 tonna, kimda 20 tonna. Shu haqida to'liq men paloncha misol uchun Buxoro viloyati mana shu G'ijduvondan Abdusattorman. Menda 150 tonna begomimiz bor. 2021-yil misol uchun aprelda 4 kvadrat chuvalchang olganman sizdan deb yozasiz. Faqat mendan chuvalchang olgan shogirdlarga taalluqli. Nima uchun umid ob'yom katta bo'lsa hammani chuvalchang begomisini olaverdi, nima farqi bor, senga ob'yom o'tsa bo'ldi-da degan gap bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda 4 xilda chuvalchang bor: gibrid, sterles, местный, Kaliforniya deydi. Men hech kimda begomisini, hech kimda chuvalchangini yomonlamoqchi emasman. Nima uchun o'zimda shogirdlarim, mendan chuvalchang olgan shogirdlarim desak, chunki men o'zim bergan chuvalchangga ishonaman. Bergan chuvalchang ishlab chiqargan begomimizga ishonaman. Shu sababli Telegramdan shogirdlarimiz, meni o'zimdan chuvalchang olgan shogirdlarim 1 kvadratmi, 2 kvadratmi, 5 kvadratmi, 10 kvadratmi, 30 kvadratmi, kim necha kvadrat olgan bo'lsa o'sha kvadratni yozadi. Yozib aytadi, men shuncha tonna begomimizim bor deb Telegramdan yozasizlar. Strafovka olay, qayerdan nimani boshlashdi, kimdan qanday ishlashdi bilib olaylik, shunga qarab ishlaymiz. Yuk qanday olinadi desak, misol uchun 100 tonna begomimizni kopovka qilib tayyorlab mashinaga ortguncha 1 hafta vaqt ketadi. Ya'ni men xohlaganda ular xohlaganda kopovka, men xohlaganda sifat bo'lib, ya'ni sifat deganda karvat setkasida elasagan begomimiz, 06 elakdan elasagan begomimiz, 03 elakdan elasagan begomimiz. Prosta biz ko'nglimiz xotirjam bo'ladigan, yuzimiz yorug' bo'ladigan yuk topshirishimiz kerak. Chunki topshirgandan keyin video qilyapman aka, 2 minut. Topshirgan yukiga qarab, begomimizga qarab, chuvalchangga qarab, inshaalloh nasib bo'lsa yuklaringizni beraman. Begomimiz qabul qilolaman. O'zim borib 1 hafta misol uchun Buxoroda bo'larman, kimdir uyida misol uchun 1 hafta misol uchun vodiyda bo'larman. Yoki men yoki o'zimni ish yurituvchim ko'ramiz, shunga qarab, vaziyatga qarab yuklaringizni olib borib beramiz. Albatta Telegramdan, telefondan emas, to'g'ri tushunaylik. Telegramdan yozgan narsani screenshot qilib, misol uchun daftarga yozib olish mumkin. Telefonda yozsa nimadir xatochilik, esdan chiqib, nimadir o'zgarish bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham haqiqatan chamasini bilamiz-ku. Agar chamasini bilmasangiz, menda shuncha kvadrat, misol uchun 100 kvadrat, balandligi 80 sm, uzunligi 20 metr, eni 4 metr, balandligi misol qo'yayapman. Balandligi 80 sm desangiz, men hisob kitobini chiqarib olaman. Yoki hisob kitob chiqarish kerak bo'lsa, agar chiqara olaman desangiz, men maksimal eng kam chiqarishni yo'lini o'rgataman. 1 kubida misol uchun 4 metrga 10 metr bo'lsa, 4 da 10 ga ko'paytirasiz 40 bo'ladi. Balandligi 40 da ko'paytirasiz 0.80 ga, misol uchun 80 sm bo'lsa, chiqqan sonni ko'paytirasiz 0.600 kiloga yoki 600 kiloga ko'paytirasiz. Begomimizda qanchaligi taxminiy chiqib keladi. O'rtacha hisobda taxminiy chiqib keladi. Shuni yo'lga qo'yaylik. Shogirdlar, aloqaga chiqamiz. Yangi boshlayman deganlar uchun xudo xolasa nasib bo'lsa yana bitta chiroyli bitta video qilib beraman. Inshaalloh tushunishlaringiz oson bo'lishi uchun. Eng osoni oddiy moldugunga xullas 2000 ga aylantirasiz. O'rtacha 1800 dir, 2200 dir. Aniq bilmaymiz. Hisob kitobini chiqarib, shunga qarab birinchi topshirilgan yukdan
bilamiz. Qancha taxminiy qancha chiqishi. Chunki rasxod, borishimiz, yotishimiz, yurishimiz hamma narsa hisob-kitobga olinadi. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon, Kaliforniya, qizil yomg'irchi bo'lsangiz biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Sog' bo'lamiz.